Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun mana shu qutqumizqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda Hudhud degan qushni yo'qligini ko'radi. Hudhud qani deydi. Nimaga yo'q deydi. Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligiga bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zda bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzri bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda Hudhud qush keladida, aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdonroqman" deydi. "Ahattu bima lam tuhid bihi va ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin." Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman deyapti. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularda. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhisalom gapini eshitdi-da, "Ko'ramiz" dedi. "Ko'ramiz? Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin." Rost gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhisalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi? Bundan ham hayron bo'ldi. Va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhisalom yozib bergan xatni ana shu Hudhud olib bordi va ana shu saroyga borib tashab, chekkaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasining malikasi edi. Oqila ayol edi. Va aytdiki, "Qolat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim." Menga bir chiroyli bir katta maktub kelibdi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhisalom nima deb xat yozgan edi? Haddilardan oshmasdan, meni hukmimga bo'ysungan holda, menga taslim bo'lgan holda, mu'min bo'lgan holda oldimga kelinglar dedi. Ya'ni taslim bo'lishga bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri chaqiriq edi. Malika maslahat qilyapti atrofidagilar bilan. Nima qilay dedi. Sizlarga maslahat solmasdan turib, bir ishni qilmayman. Atrofidagilarda aqli Bilqisnikichalik emas edi. Ular aytdiki, "Biz o'zimizga yetarlikmiz, kuch-quvvatimiz ham joyida, nima qilsangiz qilavering" deydi. Bilqis aytdi, "Agar oddiy podshoh bo'lsa" dedi, "bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xor qilib bayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman." Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, "Biz senga taslim bo'lmaymiz-ku, ey Sulaymon, senga bo'yin sunmaymiz ham, urushmaymiz ham, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni, do'stligimizni nimasi? Belgisi." Shunda Sulaymon alayhisalom g'azablanadi. "Atumiddunani bimal?" Bu pul bilan meni ko'nimni olyapman deyapsizlarmi? Allohning menga bergan narsasini ko'rmaysizlarmi? Bu sizlar deyapti, "Antum bi hadiyatikum tafrahu." Sizlar deyapti, dunyo matosi bilan xursand bo'lasizlar deyapti. Birodarlar, Sulaymon alayhisalom mulkini kattaligi bilan, podshohligini buyukligi bilan xursand bo'lmagan ekan. Mo'minligi bilan, musulmonligi bilan faxrlangan ekan. U senlar deyapti, 5-6 so'm pulga sig'may ketishasan teringga, u faxrlanadigan narsa emas bu. Va mana shu javob bilan qaytib kelgandan keyin Bilqis bu Sulaymonning oddiy podsho emasligi, unga taslim bo'lish kerakligini tushundida va yana qaytib xat jo'natdi, "Biz taslim bo'lgan oldinga ketyapmiz" deb. U yo'lda kelyapti, Sulaymon alayhisalom kutib turganda, Sulaymon alayhisalom ana shu o'zini atrofida o'tirgan ayonlariga, "Kim uni ana shu arshini taxtini men oldimga, u kelishigidan bo'lib olib keladi. Jinlardan ifrit degani bor edi. Men dedi, mana shu majlising tugaguncha olib kelib qo'yaman oldinga shu taxtni" dedi. Sulaymon alayhisalomning majlisi Bomdod bilan peshingacha bo'lar edi. Ya'ni 4000 5000 kilometr masofadagi narsani 4 soat 5 soat olib kelib qo'yaman dedi. Yo'qmadi bu Sulaymon alayhisalom. Samolyotda borganingizda yuklashi bor, tushirishi bor birodarlar. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ilmi bor edi. Ana shuni shu ayollar ichida bir ilmligi bor edi. Aytdiki,
ko'zingni onavi xonani oxiriga borib qaytarib olib kelguningcha taxt mana shu yerda bo'ladi dedi. Haqiqatan Sulaymon alayhisalom ko'zini shunday xonani oxiriga borib qaytarib kelganda taxt yonida turgan edi. Ikki xil rivoyat bor bu yerda. Birida bu Jabroil edi deyiladi. Ikkinchisida ana shu Banu Isroildan bir kishi bor edi, Alloh taoloning ismul azamini bilar edi. Ya'ni shunday ismlar ediki, shu ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa Alloh albatta ijobat qilar edi. Mana shu ikkinchi rivoyat rojihroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday ishlarga qodir kishilar Sulaymon alayhisolamning qo'l ostida bo'lgan. Tasavvur qilinganda qanaqa kuch-qudrat, qanaqa mulk bo'lgan bu. Lekin u kishi ham ketdi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun o'lasiz. Ular ham o'ladi bir kun. Arsh keldi va Sulaymon alayhisalom aytdi, bu Parvardigorim menga bergan ne'mati, shukr keltiramanmi, kofir bo'lamanmi? Arshni o'zgartirib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerdan gavharni oldi olmasin, bu yerdan brilliantini oldi ularni o'zgartirdi-da, o'zgartirish kiritib qo'yib turib, qani nima qilar ekan, tushunamikin. Bilqis kirganda, seni taxtim ananda qamidi dedi. Aytdik, Bilqis oqir ayol edi. Ha desa o'zgartirilgan. Yo'q desa arshini ayni o'zi zo'r gap aytadi. Kannahu deydi. Xuddi o'zi ya deb qo'ydi. Ya'ni bu gapning o'zida ha ham degan javob bor. Ya'ni oqil edi. Xuddi o'zi ya deb qo'ydi. Sulaymon alayhisalomga Bilqis taslim bo'ldi, lekin iymon keltirmadi, hali qalbi yumshamadi. Shunda Sulaymon alayhisalom unga bir inson bolasini qo'lidan kelmaydigan bir mo'jizani ko'rsatmoqchi bo'ldi, bir qasrga yetalab bordi. Bu qasr shishadan bo'lgandi, birodarlar. Hozir tasavvur qila olamizmi shishadan bo'lgan qasrni? Bu qasrda jinlar yasagan edi. Va pola jin mana qasrda yumshoq bir shishadan ediki, rangi yo'q edi, akslanmas edi. Bosganda yumshoq edi, lekin ko'rinmasdi borligi. Uni ostidan suv oqizib qo'ygan Sulaymon alayhisalom. Qasrga olib kirib, kil dedi qasrga. Shunda suv qanday qilib kiraman dedi-da, etagini ko'tarib ozgina qadam bosmoqchi bo'lib, etagini ko'tarib shunday bosganda to'xtab qoldi. Aytdiki, bu shisha dedi. Bu qavorir dedi. Qila laha udkhul qila laha udkhuli as-sarqa falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafat an saqayha qala innahu sarqun mumarradun min qawarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisning qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirdi. Qolat robbi inni zolamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana li robbil alamin. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qilibman quyoshga sig'inib yurib. Albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhisalom Bilqisga uylangan deb aytiladi. Saba qabilasi, Saba qavmining malikasi Bilqis Sulaymon alayhisalom oldiga musulmon bo'lishi uchun keladi, islomga kiradi. Islomga kirishligidan oldin Sulaymon alayhisalomning qurilgan qasrga kirishlik taklif qilinadi. Poli shishadan bo'lganligi uchun shishaning ostidagi suv ko'rinib turganda, bu suv ekan deb Bilqis fakashafat an saqayha oyat o'qiymiz. Qila laha udkhuli as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga aytildi. Saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Etagi uzun ekan, etagi ho'l bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi. Agar Bilqisning ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo eshga ma'ruzalarga amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga. Chunki esimizdan chiqmasin erkaklar, qiyomatda o'zimizga qanday javob bersak, ayollarimizga ham shunday javob beramiz. Qaraylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.